Bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. O'zi 4 kunlik dunyoda вообще hech narsaga siqilmaylar. Mazza qilib inshaalloh yashaylar. Allohim o'zi inshaalloh to'g'ri yo'lga boshlaydi. Mazza qilib yashash kerak. Behuda insonlarga vaqt ketkazib, asabi buzib, kimlarga nimadir qilib kerak emas. Chunki biz bu uchun tug'ilmaganmiz. Biz mazza qilib yashaylik. Biz har doim aytganimdek, hamma o'zida bor narsani ko'rsatadi. Ulug'lar aytganday, kimdir senga tikon otsa, sen unga gul otgin. Nu'man ibn Sobit, Abu Hanifa, qo'shnisi har kuni bir chelak axlat chiqarardi. Nu'man ibn Sobit uni axlatxonaga to'kib, yuvib top-toza qilib qo'yib, bir chelak olma qaytarib chiqarardi. Shunda so'ragan ayoli, nimaga bunaqa qilasiz desa, ey onasi, hamma o'zida borini beradi degan. Unda axlat bor, bizda olma bor. Bu muomalada ham shunaqa. Kimdir sizni so'ksa, qaytarib so'ksangiz, siz u bilan baravarsiz.